Bu videodan keyin bo'shagan kofe idishini ham odamlar pulga sotsa kerak. Hazil albatta. Kofe idishini olamiz, qog'ozlarini olib tashlab, kofesini yaxshilab yuvib tashlaymiz idishini. Qopqog'ini ichidagi oq qog'ozini olib tashlaymiz. Men olmasdan teshib ko'rdim, qarasam bo'lmas ekan, olib tashlash kerak ekan, olib tashlaymizda qopqog'ini o'ziga pichog'imizni gazda yaxshilab qizdirib olib, dumaloq shaklda qopqog'imizni teshib olamiz. Turbuchkamiz sig'adigan bo'lishi kerak. Men boshida teshishga qiynaldim. Keyin oxirida dumaloq shaklda teshdim. Turbuchkamizni olib ichiga solamiz. Qarang qanaqa chiroyli idish hosil bo'ldi. Men bu idishni detoks etish uchun tayyorladim. Har xil shirinliklar, shirin ichimliklar ichishga tayyorlasangiz ham bo'ladi. Detoks etish uchun judayam qulay va chiroyli ko'rinishda idish. Farzandlarimizga ham buni yasab bersak bo'ladi. Men qizimga yasab berdim. Qarang, chiroyli qilib bezatib qo'yibdi. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.